Polkovnik İbrahim Turpani. Polkovnik İbrahim Turpani Hicriye 1308 yılı Qurban Hayit günü, miladiye 1891 yılı 15 iyulda Turpandaki en mötüver ve yüksek hürmetki sazaver ailelerinin biri bolgan Saytahun ailesi de dünyaya gelgen. Onun balılık devri öz devirdaşları bolgan Maqsud Muhiti ve Mahmud Muhitiler qatarlıq meşhur kişiler bilen ziş bağlangan. Bu kişiler içinde Maqsud Muhiti çoğun aksi Musul Muhiti bilen soğudigerçilik işi bilen Ürümçi çöçeklerge ve Rusya'nın Şamay, Kazan, Moskova qatarlıq şehirlergeci berip bir taraftan ticaret kılsa, yani bir taraftan seyli sayahat, turmuş ügünüş bilen meşgul bolgan. O bu yerdeki yeniliklar bilen yurtidaki qalaqlıqni, jahalatni silishtirib qattiq iztirobga tushgan ve xalqni qarang'uliqdan qutqizishga bel bog'lagan. O Turpanga qaytib kelib 1913 yili öz aksi Musul Muhitining qorosida Maqsudiya maktabini qurgan chaqda o'zidan 4 yosh cho'ng bo'lgan 32 yoshlik yosh İbrahimni mazkur maktabga taklif qilib, o'quvchilarga boshlang'ich saviya bilimlarini berishda turpanliqlar ichidagi az bir qism molla va ziyolilarga tayangan. Biroq Maqsud Muhitining orzusi bu maktabni klassik diniy maktab emas, balki universal fanniy maktab sifatida rivojlantirish bo'lg'achqa, u Tataristondan Haydar Sayroniyni taklif qilib Turpanga akelgan. 1929 yılı çöçekte oltiraqlaşqiniga 10 yildek bolup qalgan Murat Efendini mu teklif qilgan. Bu jarayonda Oktyabr inqilobidan keyin u yana nurg'un Tatar ziyolilarini Turpanga akilib, vatanimizning sharqiy qismidagi tunji mashhur oliy bilim yurtini qurib chiqqan. 1931 yılı Qomulda Xo'janiyaz hoji qo'zg'ilib chiqib, uzun o'tmay Turpan xalqimu militarist Xitoy Jingshurunga qarshi qo'zg'algan. Turpan xalqiga Maqsud Muhiti va uning burunqi sabdoshlari yetakchilik qilgan. Tolumu afsus 1933 yili 3-oyda Maqsud Muhiti Lükchundagi urushda shahid bo'lgandan keyin Turpan inqilobchilarining harbiy bosh qo'mondonlik vazifasi uning ukisi Mahmud Muhitiga qolgan. Mahmud Muhiti özüdün 6 yaş çoğ bolgan İbrahimni hem akısının sebdişi hem özünün yakın məsləhətçisi deb bilib, muhim işlarda ve yürüyüşlerde onu yeniden ayrımıgan. Çünkü İbrahim kem uçuraydıgan talant egisi bolup, onun ilmi seviyesi yuqori boluplu qalmay, yana başquruş ve idare qilish talantımı qaltis idi. Şonaşqa uruş ahırlaşqan haman onun rolü tümen ming kişilik armiyadan qilishmaydi. 1933 yılı 12 noyabr kurulgan tunji qatimliq Sharqiy Turkiston İslam Cumhuriyeti 1934 yılı 13 aprel Stalin ve onun sadık qaltisi Shinsayning qo'llashidagi Tungan bandit Ma Jung-in tarafidan yo'q qilingandan keyin Tarım vadisini qayta taqsim qilingan yangi kelishimga binoan Mahmud Muhiti ve İbrahim qatarlıq Turpan qurolliq qismlari 1934 yılı 20 iyul Qashqar shahriga joylashib, toki 1937 yilning oxirigacha o'ziga o'zi igidorchilik qilib turgan. Mahmud Muhiti Qashqarga o'rinlashib uzoq o'tmayla Onunğa general-leytenantlık harbiy unvoni berilgan. Onun yakın sabdishi İbrahim Turpaniga polkovnik unvoni berilgan. Yandurqi yili elib berilgan hakim namzatlarini ko'rsatish imtiyoziga erishgan Mahmud Muhiti sabdishi polkovnik İbrahimni Aqsu Uchturpanga hakim qilgan. O bu orqali Uchturpannimi o'zining ta'siri ostida tutib militarist Shinsayning ta'sirini cheklamoqchi bo'lgan. Chunki Uchturpan yolg'iz Qashqar va Aqsuning faslidagi muhim tugun bo'lib qolmay,
yana Sovet ittifoqi bilan chegirdosh sezgur yer edi. Darvaqa polkovnik Ibrohim Uchturpanni to'limi yaxshi idora qilib, Stalin va Shinseyning qora kuchlarining zo'rayishiga imkon bermagan. Shinsey polkovnik Ibrohimni zodila o'ziga qartalmagandan keyin nishonni Mahmud Muhitining yenidagi boshqa eng yaqin kishilarga qaratib, shular ichida xarakteri ojizroq va milliy g'ururi sus kishilar orqali uni yig'ishtirish g'arziga yetmoqchi bo'lgan. Mahmud Muhiti 1937-yili 4-oyning 2-kuni bir qancha yaqin odamlarni elib Qashqardan qochib chiqib, Hindistonga chiqib ketishga majbur qilgan. İbrahim Hakim bu voqeadan ancha cho'chib ketmay, aksicha texmu sagaklashib, o'zining boshqarishidagi Uchturpan nahiyasini davomli Uyg'urlarning ta'siri ostida tutib, Shinseyning g'olchilarini bosh ko'targili qo'ymagan. 1937-yili 8-aprel general Mahmud Muhitining Yakanga to'plangan qurolli qismlari o'z ishidan Turpan To'qsulliq Abduniyazni diviziya komandirligiga saylab, Shinseyga qarshi umumyuzlik hujum boshlagan. O'z hukmronligini saqlab qilishga ko'zi yetmagan Shinsey Stalindan yana yordam tilagan. 1937-yili 30-iyul Moskvada ochilgan cho'ng yig'inda Sharqiy Turkistonga bevosita askar chiqarish taklifi ma'qullanib, Shinseyni davomli qo'llash qaror qilingan. 1937-yili avgustning oxirlari Abduniyazning Aqsudagi qismiga hujum qilgan. Uyg'ur qo'shini necha kecha kunduz uda urush qilib, o'q dorilari tugaganda buyruq bo'yicha G'oricho'l orqali Qashqar viloyati tavasiga chekingan. 1937-yili sentyabrning boshlari Abduniyaz Kamal qo'shinlarini tarqitib etib, 314 nafar eng chidamchan askarlari bilan davomli qarshilik ko'rsatgan. Biroq dushmanning qurol-yarog', son va boshqa ustunlik omillari tufaylidan oldingi asrning oldingi yerimidagi milliy mustaqillik qo'shinimiz ichinishlik mag'lub bo'ldi. Polkovnik Ibrohim Turpani Uchturpandagi chig'idila har ehtimolga qarshi shahar amonlik kuchi tashkillagan edi. Bosh qo'mondan Abduniyaz Kamal Qashqarni ozod qilib Aqsuga kelganda uni o'zining birdan-bir orqa saf tayanch bazasi bo'lgan Yakanga hokim qilgan. Chunki Uyg'urlar mutlaq ustunlikni egillagan Yakan Abduniyaz qo'shini bosh ko'targan va boshqa tarafga yurish qilishdagi eng muhim tayanch bazasi bo'lgandan sirt Qashqar, Xotan, Aqsu, Afg'oniston karvon yo'lini tutashtiradigan muhim qatnash tuguni edi. Urush mezgilida Yakanni idora qila oladigan odamni tepish Abduniyazning kallasini xeli uzun qaturgan edi. 1937-yili 9-oydan yil oxirigacha Xotan tavasi Maxusan kuchlaridan to'liq tozlangandan keyin Stalin Qashqar va Xotanni Shinseyning qo'liga tashlab bermasdan, balki o'zining Markaziy Osiyodagi eng ishonchli odamlar bo'lgan Ishoqbek va Mavlanovga bo'lib bergan. Garchi Yakan hokimi polkovnik Ibrohim Turpani Qashqardagi Ishoqbek bilan Xotandagi Mavlanovdek ikki qo'ram toshning orasiga qisilib qolgan bo'lsa-mu, biroq u yanala o'z talantini joriy qildirib, tezla Yakan Uyg'urlari ichida zo'r shuhrat tepib, 1938-yili Kalkun kelishdan burunla Yakan daryosiga tunji g'oyat zo'r yog'och ko'rikni soldirgan. Qodir Hoji va Shinseyning saqchi kuchlari uning Yakan xalqi ichidagi nopozini ko'zda tutib, uningga oshkora qo'l silishga petin olmagan. 1938-yili Kashkuzning ma'lum bir kuni Yakan hokimi polkovnik Ibrohim Turpani o'zini Qashqardagi Sovet konsulining savdo vakili deb atib olgan ko'k ko'zlik o'risni kutib olgan. Biroq bu vakilning taqturqi elchiga emas, balki qonxo'r jallodlarga bakrak o'xshab turadi. Hamini birer cho'ng bala qazoga uchraydiganligini alliburun pamlagan hokim shu kuni oqshimi uydagilar bilan qisqacha xo'shlashib, Sovetning savdo vakiliga hamroh bo'lib
Qashqarga beribla keladiganligini aytgan. Bu uning oxirgi so'zlari bo'lib qolgan. Sovet vakili uni Qashqarga ilib ketgandan keyin Ibrohim Hokim shu peti g'oyib bo'lgan. Shundan beri uning keyingi oqibati haqida hech qanday uchur qoldirilmagan. Uning oxirgi taqdiri haqida-mu hozirgacha ishonchli ma'lumot yo'q. Chunki 1938-1943 yillari Uyg'ur tarixining eng qorong'u va qo'rqinchli bosqichidan biri bo'lib, u davrga va shu chog'dagi mashhur shaxslarga oid manbalar bak oz. Barlarimi keyincha turli bahonalar bilan yo'qitib etilgan. Jallod Shingsay ko'zimga qadalgan mix deb qaragan Uyg'ur sarxillarining hammasini Stalinning yordami bilan yo'qotgandan keyin uzoq o'tmayla turli yolg'on yovdaqlarni o'ydirib chiqarib, Stalinga sodiq kishilarni bir-birlab to'liq yo'qotishga boshlagan. 1941-yili kuzdan boshlab Stalindan yoshirin holda 100 o'rishga boshlagan g'alcha Shingsay 1943-yili yozda Stalindan oshkori yuz o'rgan. Ani shundala Stalin va uning gumashdilari Uyg'urlarni bostirib, o'zi xo'rikini o'stirib qo'ygan Xitoylarga taqobil turishda yana Uyg'urlarni qayta qo'llashga boshlagan.